Jinlar haqidagi aqida. Islom aqidasi vasat, o'rta, mo'tadil, yaxshi, adolatli va afzal aqida ekanini yana ham yaqqol bilish uchun jinlar haqidagi aqidaga ham bir nazar tashlaylik. Qur'oni Karim nozil bo'layotgan paytda arab qabilalari jinlarga maxfiy, noravshan xudolar deb e'tiqod qilardilar. Ular jinlarning nasabi Alloh taologa yetib boradi. Uning jinlardan sheriklari bor degan buzuq e'tiqodga ham bo'ysunishar edi. Shuningdek, arablar jinlar g'oyibdan xabardor, folbin va munajjimlarga osmon sirlarini aytib turishadi degan o'yda edilar. Arablarda jinlarning hukmi yer yuzida o'tadi degan xom xayol bo'lib, agar ulardan birortalari ma'lum bir yerga borib yotib qolmoqchi bo'lsalar, ushbu joyning xo'jayini jinidan panoh so'rayman degan ma'nodagi duoni qilishar edi. Bizning yurtlarda ham hatto hozirgi vaqtgacha kishilarda yuqoridagi aytilganlarga o'xshash turli tuman buzuq bid'at xurofatdan iborat tushunchalar mavjud va ular bu yolg'on e'tiqodga bo'ysunadilar. Ayniqsa keyingi paytda kishilarda ruhiy bo'shliq haddan tashqari ziyoda bo'lganligidan bu ma'nodagi gap so'zlar ko'payib ketdi. Agar ularga quloq osadigan bo'lsak, xuddi butun dunyoni jinlar boshqarib turganga o'xshaydi. Shu bilan birga qadimda ham, hozirda ham jinlarni umuman inkor etadiganlar bor. Ular jin haqidagi har bir so'zni afsona, bekorchi gap deyishadi. Jinlar haqidagi hodisalarni guvohi bo'lgan kishilarni jinniga, miyasi ayniganga chiqarishadi. Islom aqidasi jinlarning borligini inkor qiladigan ateistlar, jinlarning Alloh bilan nasab aloqasi bordir deydigan mushriklar, jinlarning hukmi yer yuzida o'tadi deydigan gumrohlar va ular haqida turli bo'lmag'ir iymon keltiradigan dinlar aqidasiga qarshi o'laroq vasat, o'rta, adolatli, mo'tadil eng yaxshi va eng afzal aqidadir. Islom aqidasi jin haqidagi xuddi boshqa masalalardagi kabi haqiqatni bayon qiladi. Islom jin borligini isbot qilib, u haqidagi to'g'ri tasavvurni bayon etib, noto'g'ri tushunchalarni rad etadi. Shu bilan birga jinlardan kutiladigan mavhum qo'rqinch va xavf va xatarni ham rad etadi. Jinlar haqiqatda bor mavjudotlar bo'lib, asli o'tdan yaratilgan. Jin so'zining lug'aviy ma'nosi esa to'silgan degani, ya'ni odamlar ko'zidan to'silgan narsa. Shu sababli ham u insonlarga ko'rinmaydi. Ular o'zlari ko'rinmay turib, bizlarni va boshqa narsalarni ko'rishlari mumkin. Shu bilan birga turli shakllarga kirishlari ham mumkin. Ularning ichida ham xuddi odamlarga o'xshab iymonsiz, iymonli, yaxshi yomon, adashgan va hidoyatda yurganlari, firibgar va soddalari bor. Jinlarda ham Qur'onga, payg'ambar alayhisalomga iymon keltirib yaxshi yo'lda yurganlari jannatga, iymonsiz bo'lib yomon yo'lda yurganlari do'zaxga tushadilar. Ular odamlarga hech qachon yordam bera olmaydilar va g'oyib sirlarni bilmaydilar. Chunki Qur'oni Karim nozil bo'lganidan so'ng ular bu xislatlardan mahrum bo'lganlar. Jinlarning Alloh taolo bilan nasab yo'lidagi bog'liqlariga kelsak, bu haqida har qanday fikrlar tuhmatdir. Saba surasida bir guruh jinlar Sulaymon alayhisalomga xizmatkor bo'lganlari, u zot hassaga suyanib turib vafot etganlaridan so'ng ham u tirik bizni kuzatib turibdi deb o'ylab, mashaqqatli ishda davom etganliklari haqida oyatlar bor. Aqidaga oid har bir bob va masalani olib bahs qiladigan bo'lsak, albatta yuqoridagi holni ko'ramiz. Islom aqidalarining barchasi Qur'oni Karim va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mutawatir sunnatlari asosida bo'lgani uchun vasatiyya qoidasiga muvofiq kelgan. Islom aqidasi vasatiyya, mo'tadillik, yaxshilik, o'rtalik va afzallik asosida kelibgina qolmasdan, boshqalarning xatosini ham to'g'rilagandir. Haddan oshganlarni pasaytirib, nuqsonga uchraganlarni ko'targandir.